欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asqat。今天我们要学习的是第7单元农牧民夜校的第2篇课文啊，我们一起来看一下故事场景呢。阿里木和姐姐坐在路灯下聊天啊。那我们来看他们都说了些什么。阿里木说：“姐，你一定要好好学普通话，这点我可是深有体会。”这点我可是深有体会。那这个地方的这个好好学普通话，三조금普通话呢yaxshi o'rgangan，这点我可是深有体会。bu jihatda点deganimiz meniki bu jihatda deb tushunsak meniki cho'nqur ta'sirat或者说bu jihatda mening cho'nqur ta'siratim bor desak bo'ldi，或者说bu jihatda men bek cho'nqur ta'siratga ega bo'lib ketdim desakmi bo'ladi。好，那么这个bir ishni yaxshi qilgin manda yaxshi qilgin degan vaqtimizda好好什么什么什么deymiz。tamoqni yaxshi yeygan bo'lsa好好吃饭好好吃饭。这个yaxshi o'rganish qilgan bo'lsa好好学习，好好学习。然后呢yaxshi nima qilgan deymiz yana yaxshi xizmat qilgan bo'lsa那就是好好工作。好好工作。yaxshi o'tanglar desek就你们两个不要总是吵架，好好过好好过，好好过日子，好好过日子。两个呢都可以。mayli nima bo'lsin ishqilib shuni yaxshi qiling desak好好干什么干什么deymiz。好好干什么干什么。bugun kechda men toza bir yaxshi uxlamasam desak今天晚上我要好好睡一觉。今天晚上我要好好睡一觉deymiz。那buni o'qigan vaqtida好好deymiz，好好deymiz。然后呢，这点我可是深有体会。bu jihatda degan vaqtimizda这点u jihatda bo'lsa那点desak bo'ladi。那这方面或者是那方面desak bo'ladi。那体会deganimiz ta'sira，那就是有体会那sizniki bu ishga qarta这个qandaq ta'siratingiz bo'ldi desak你对这件事有什么体会？你对这件事有什么体会desak bo'ladi。ta'siratim cho'nqur bo'lsa体会很深，yoki bo'lmasa有很深的体会，两个都可以两个都可以。qandaq deysa deganimiz怎么说？那qandaq deysiz ulamdo qandaq deysa bulamdo都可以怎么说deymiz。比如说bu markanınki kiyimi hakikaten yaxshi ekan desak，这个牌子的衣服挺不错的这个牌子的衣服挺不错的。qanday deysa desak怎么说？那mesela uniki这个fasonimi chiroyli ekan，bahosimi arzon ekan desak，anandagi sutimi yaxshi ekan desak，你说它样式好看这个价钱也便宜，而且质量又好deganday。那meningcha bu ish undoq oddiy emas desak，我觉得这件事情没那么简单。我觉得这件事情没那么简单。qanday deysa怎么说？怎么说？qaramamsa oldi这个boshdan oxirigacha shunchalik uzoq bo'ldi yo bir natijasi chiqmadi desak，你看嘛，都这么长时间了，到现在还没有一个结果。你看，都这么长时间了，到现在还没有一个结果。那这个我们知道了吗？怎么说？两个都可以就看你知道你是3deb ko'nganmi yoki siz deb ko'nganmi。
刚到乌鲁木齐的时候，endi Ürümchiga kelgan vaqtimda，因为普通话说的不好，普通话ni yaxshi so'zlayolmaganlikdan, yaxshi so'zlayolmaganlik sababidan debdi. 那这个刚到deganimiz endi keldi degan ma'noda chiqadi va masalan 我跟朋友约好了要见面，那dostum bilan ko'rishma deb buldum. 那这个时候呢 men keldim, 然后 mening keynimdan dostum keldi. 然后这时候他会说，哎呀，你已经到了呀，不好意思，我迟到了。sen kelib bo'lganmiding? Xo'p bo'lmadimi, men kechikib qoldim, 我迟到了。他这么说，然后我说，ishtim bo'lmaydi, menmi amdi keldim texi desam, 没事儿，我也刚到，没事儿，我也刚到，对吗？那阿里莫刚到哪个地方呢？刚到乌鲁木齐的时候怎么了？因为普通话说的不好，普通话ni yaxshi deyolmaganlik sababidan. Mana sababidan desak, 因为deymiz. 因为生病了啊，因为家里有事了，因为堵车了，因为没钱了。因为什么生病了等等等等啊，都可以。mana sababidan desak, 因为什么什么什么什么 desak bo'ladi. 那因为普通话说的不好，发生了什么事情呢？阿里木说，房子不会租，工作也找不到。uyni ijaraga ololmadim. 或者说 uy ijara edishni muhmidim. 工作也找不到 xizmatni topolmadim. 工作也找不到。想去个地方吧 biror joyga boray desam, 想去个地方吧，连路 hatto yo'lnimi aniq so'rayolmadim. yo'l so'rashnimi bir aniq bilmaydiganman. 那我相信，老师相信这个是我们在座的很多同学都遇到了的问题啊。现在让你去到一个大城市里面，让你去租个房子，你知道你该从哪一步开始吗？ qaysi qadamdan boshlab qanday qilishingizni bilamsiz? 啊，我该怎么去租？bu uyni men nereden topsam bo'lar? To'g'ridan topamiz. Cho'qim birasini izlab turib bir uy izishib bersin deyishning hojati yo'q. 其实啊，你上网什么都有了。租房子的时候nurg'un yerlar chiqib berdi uy ijaraga beradigan. Ko'pincha hammamiz hozircha要学会利用互联网，我还是在说这个话啊，要学会利用互联网，通过网络来解决自己的这些问题。然后呢，工作也找不到。那他为什么找不到工作呀？他普通话说的不好，那没法沟通呀。biz xizmat qilgan chog'da boshqalar bilan aloqa qilishimdi, aloqa qilmamdi. Albatta aloqa qilamiz. Lekin u 普通话呢是 so'zlayolmaysiz. 我说的话你听不懂，你说的话我听不懂。那我找你是解决问题的，不是给我制造问题的。那么，那bir这个 xizmat o'rniga odam olgan vaqtida bu odamni nimaga oladi? Masalani hal qilish uchun oladi. Bu gapni tushunmaydigan odamni aytilib olsa, u masala hal qilish emas, o'ziga ovorchilik gap beradigan birisi. 或者说 masaladan birini yana bu yerga qo'yib qo'ygan bo'ladi. 所以你觉得 agarda siz shu odam qabul qilmoqchi bo'lgan odam bo'lsangiz, o'zingizning gapini tushunmaydigan odamni olamsiz, olmamsiz. 如果是我的话，直接说，那说实话，我肯定不要。我怎么跟你沟通？ ben bir ishni 交代一下啊 ben bir ishni topshirsam， 他能按照我的要求去完成吗？ mening talabim bo'yicha bu ishni qila olamdi。 首先他都不知道我的要求是什么。boshqa narsani qo'yib turay, qarshi taraf meniki talabimning nima ekanligini不知道。 所以工作你普通话说不好，你找不到工作，这是肯定的。有些你说你会说men diyalayman deb lekin yaxshi so'zlayolmaysiz ya o'lchamli 我会说 deysiz. 我会说 deb shundan keyin ikki qizga qilsam shima desangiz uni kim tushunadi? 是不是？会说degan gap gapingizni tushuna olayman,
o'zimnikini ifodalayalayman deganda uni biz xuysho deymiz. Hamda sizniki talaffuzingizmi o'lchamlik bo'lishi kerak.因为咱们说这个普通话它是有4个声调的，是不是？汉语它有4个声调，是吧？就像这些字都是的啊，都有4个声调。那你如果说刚的声啊，杠的声啊，杠的声啊，杠的声啊，这4个是4个东西，哎，我都不知道到底你在说什么，对不对？所以你不光要学好，而且还要说标准了啊。工作找不到，然后呢，想去个地方吧，你们说连路都问不清楚，那就是不然是的有所来的什么问不清，或者说就算问清楚了，哎，你知道这个比如说团结路在哪里吗？你知道胜利路在哪里吗？这条路直直的走，然后你再往右拐，或者说往左拐的degan bo'lsa, siz uni inkas qilib o'quvchi qarishtirib deb bo'ldi. Shuning bilan nadidu, anadidu deb yana o'tiramdi. 不行，那别人说的话你是能听懂吗？那或者说啊，你就顺着这个什么什么地方走，然后再走个几百米到什么地方就我就在这个路对面嘛，去有能考试不带的是对面的那么全没不难的多的，比如把些的izlab qilishimiz mumkin。其实语言不通啊，这个嘛bir-birimizdan gapini tushunmagan vaqtimizda这真的很麻烦。哎，那一点avvarchilar。那所以我们上一节课的时候不是说的那个阿里木到乌鲁木齐先干什么了呀？先去这个培训夜校去上学了，是不是啊？学这个普通话，然后他的普通话变好了，那之后他就这个什么找工作呀，各个方面都好了。那么咱们再看看咱们自己啊。当时我们在学第一册的时候，阿里木来的时候，他的朋友在帮助他。如果没有朋友能帮助你，你怎么办？所以同学们一定要学好句末。然后咱们再看，读到这个地方的时候，其实呢，老师心里面是有一点着急啊。yana azrak nimdayimiz担心ansirash。假如有一天同学们要是出去了，或者说在什么地方工作degan gapni tushunolmay yo'llarda qarab qilib osh qilib turadigan joyini topolmay qisanglar yurek。然后继续，是啊，阿祖鼓励说shuni degina国家通用语言文字必须要学好。这个想必所有的同学们都能感受到啊，然后阿里木说什么呀？对，虽然当时朋友们也帮了我不少忙。那az yordam qilmadi degani谁谁谁帮了我不少忙deymiz。masalan这个maktabda sinf mas'uli menga nurg'un yordamlarni qildi desam，在学校班主任帮了我不少忙。desak bo'ladi。Andan keyin mushu do'stim menga jiq yordamlarni qildi，rahmat sanga desam，我说朋友帮了我不少忙，真是谢谢你了啊！朋友帮了我不少忙，真是谢谢你。desak bo'ladi。然后呢？但是虽然帮了他，但是总不能事事都麻烦人家吧？总不能的。总不能deymiz。hamma ishda deganda事 hamma ishda boshqalarni avvar qilsak bo'lmas，总不能事事都麻烦人家吧？那har qitim kechiksak bo'lmas，总不能次次都迟到吧？har qitim sizni kechiraversam bo'lmas，总不能次次都原谅你吧？
总不能次次都原谅你吧，我也是有底线的。好，这个呢，麻烦人家deganimiz boshqalarni avor qilish. Shuning bilan deydi, 于是我去上培训班了。man o'sha kursga bordim debdi. 那就是说，在这个地方呢，我们它上面已经讲了什么呢？首先，这个阿里木给他姐姐说，普通话一定要学好，一定要学好。然后呢，然后阿兹古丽说怎么说？你们是不是带三？看他带三，第三，阿里木说他刚到乌鲁木齐的时候，房子想租房子不会租，租来的是红一点。找工作，xizmat topaydi haqlar gapimni tushunmaydi deb ommaday. 然后呢，yo'l so'rasimi, yo'lni muqamlashtirib so'ramay haqdan. 那 yo'lni so'rayolmay, demak o'sha 他在异乡的时候呢，肯定是遇到了很多的困难。那 nurg'un mushu qiyinchiliklarga uchrabdi. 那bu qiyinchiliklarning hammasi nima sababdan keldi? 普通话说的不好啊，普通话没有学好。然后呢，阿兹古丽就说的对，这国家通用语言呢，文字一定要学好。然后阿里木说，当时虽然当时的这个朋友帮了我不少忙，但是总不能事事都麻烦人家吧？那事事都麻烦人家。然后berib kursda o'qidim deydi. 那好，这个地方有一个非常重要的内容，就是虽然，但是garchi munda bo'lgan taqdirda lekin munda degandek. Garchi bu bola nihoyatda kapsiz bo'lgan taqdirda lekin u opasiga nihoyatda kuyunadi desak. 虽然这个孩子很调皮，但是他非常的关心妈妈。或者说是孝顺，这个孩子虽然很调皮，但是他非常的孝顺。然后garchi biz tunishqili uzun bo'lmasimi, lekin u menga nurg'un yordamlarni qildi desak, 虽然我们认识的时间不长，但是他帮了我很多忙。虽然我们认识的时间不长，但是他帮了我很多忙。虽然，但是garchi munda bo'lgan taqdirda lekin munda. Garchi opam aytgan tomoq o'xshamasimi, lekin men opam aytgan tomoqqa bak omroq desam. 虽然妈妈做的饭不好吃，但是我最爱吃的还是妈妈做的饭。我最喜欢吃的还是妈妈做的饭。Bu bir misal. 然后呢，学习的人多吗？ O'rganish qilganlar jiqmi? 学习的人多吗？阿兹古丽问的。那阿里木说的是什么呀？多，nihoyatda ko'p. 现在普通话说不好，普通话呢yaxshi so'zlayolmasak degan nima deydiganmiz? 说不好deymiz. 那别说找工作，就是买一个东西也难。xizmat tepishqu bir chetda tursin. 那意思就是 xizmatni tepishqu demaydi turay, bir narsa setib olishingmi tas. xizmat tepishqu bir chetda tursin. 那别说什么什么什么，这个就是什么什么，那么你demaydi多。munda degandek. 那 masalan 或者说yilg'u mundaqkan, mamu munda hatta mu deb qo'yamiz-ku, shu hatta mu degandek. Masalan yilg'u senkansa, hatta o'zimning bolasi bo'lsa-mu, hargiz o'z xotir qilmayman desam. 别说是你，就是我自己的孩子，我也不会给这个面子。别说是你，或者说不客气的别说是你，就是我自己的孩子，我也不会客气的。
desek bululu Andan keyin yılığı bir yılken 10 yıl sakla desem mo saklayayım. 别说是1年，就是让我等10年，我也愿意。别说是1年，就是让我等10年，我也愿意。desek bululu然后呢，这是这个。Andan keyin azıguli 说什么呀？Arzuyla anlatboğan keyin我也要好好学，ben mo yaxshi öğrenmesem deydi。然后后面他又说了个，现在幼儿园娃娃的水平都比我们高。Hazır kimniki şu если okuyatkan balının mu seviyenin dediğimiz 水平啊。幼儿园的娃娃，这个娃娃是bala 孩子的意思啊。幼儿园娃娃的水平都比我们高啊，都比我们高。幼儿园娃娃的水平都比我们高。那birisinden mına hep ile seliştuğa vaktimizde 以前学过了啊。A 比 B 加形容词啊 ，A 比 B 加形容词。那比如说我们的오르겐 desek 他比我瘦，他比我瘦点有实现。然后阿里木说的什么呢？村里提供了这么好的学习条件，kenetden提供ta'minlash mushundaq yaxshi o'rganish fursatini ta'minlab beribasa。村里提供了这么好的学习条件，那man har qanday shartingizni sizga 这个ta'minlab beray, siz faqat yaxshi o'rgansangizlar bo'ldi desak，我给你提供所有的条件，你只要好好学习就行了。我给你提供所有的条件，你只要好好学习就行了。degandagi o'rganish sharoiti degani 学习条件、学习环境其实都可以啊，主要是学习条件啊。这么好的学习条件，还有专门的老师指导。yani qanday mushu maxsus muallimlar yeteklab beribotsa，专门的老师指导。那men yeteklab beraman desak，指导我一下deymiz，指导 yeteklash。你再不好好学，yana yaxshi o'rganmasang，你再不好好学，yana yaxshi o'rganmasang，连你自己都对不起了。O'zingmi yuzgilanmaysan, o'rgatgan muallimingga yuzgilanmaysan, o'zingmi yuzgilanmaysan deydi。那好，那我们说这个 hatta mu deganini deydigimiz，连什么什么都。Men hatta o'zimning ismimni unutib qolibdiman desak，我连我自己的名字都忘了，我连我自己的名字都忘了。Men hatta atdiganlik tomoqni texi yemidim，我连早饭都没吃，我连早饭都没吃。Andan keyin men 或者说bu savolni hatto muallim o'qimagan yerda o'quvchilar texim o'qimaydi desak，这道题连老师都不会，那学生就更不会了啊！这道题连老师都不会，那学生就更不会了。可hatta mu desak，连什么什么都什么什么deymiz。然后他又说了一个，连自己都对不起了。O'zingmi hatta o'zingmi yuzgilanmaysan。那o'zga yuzgilanmaslik deganimiz 对不起自己啊，对不起自己。那连给kelgan chog'da自己oldiga chiqadi，连自己都对不起了。那men sizga yuzgilanmayman，我对不起你，我对不起你。men o'zimga yuzgilanmayman，我对不起自己。men ota-onamga yuzgilanmayman，我对不起我的父母啊，我对不起我的国家，我对不起这个社会，我对不起养育我的人，deganda都可以啊。yuzgilanmayman deganni 对不起 deymiz。那对不起呢yana bir ma'nosini aytaylik， kechiring kechiring desak neymiz？ 对不起 deymiz， 对不起。好，那讲完了，跟我一起来读一下吧。姐，
你一定要好好学普通话，这点我可是深有体会。姐，你一定要好好学普通话，这点我可是深有体会。怎么说？刚到乌鲁木齐的时候，因为普通话说得不好，房子不会租，工作也找不到，想去个地方吧，连路都问不清楚。刚到乌鲁木齐的时候，因为普通话说得不好，房子不会租，工作也找不到，想去个地方吧，连路都问不清楚。是啊，国家通用语言文字必须要学好，对，虽然当时朋友们也帮了我不少忙，但是总不能事事都麻烦人家吧，于是我去上培训班了。对，虽然当时朋友们也帮了我不少忙，但是总不能事事都麻烦人家吧，于是我去上培训班了。学习的人多吗？多。现在普通话说不好，别说找工作，就是买个东西也难。现在普通话说不好，别说找工作，就是买个东西也难。我也要好好学，现在幼儿园娃娃的水平都比我们高。我也要好好学，现在幼儿园娃娃的水平都比我们高。村里提供了这么好的学习条件，还有专门的老师指导，你再不好好学，连你自己都对不起了。村里提供了这么好的学习条件，还有专门的老师指导，你再不好好学，连你自己都对不起了。好，那课文我们算是读了一遍。那这个第7单元的这2篇课文呢，我们也学了。这一课主要是在告诉我们什么呢？就是让我们学好我们的国家通用语言，学好普通话，它的重要性，你什么时候能感觉到？等你正在用它的时候，其实每天你都能感觉到，所以不要觉得自己年纪大了，一心中午跑题学那么难，所以我学不好，或者说是我脑子里面记不住了，或者说我现在家里面有多少个孩子，我太忙了，我太那个了，我太这个了，不能给自己找借口，不能给自己找理由，我们要为我们自己的后代，为孩子做榜样。没有学不好的，更何况国家通用语言文字是你必须要学好的是你必须要学好的。那行，那多余的话呢，我就不多说了。希望我以后再有机会再去见你们的时候，同学们能跟老师呢这个说一口流利的普通话，这也是这个老师的一个愿望了行，那今天我们的课就先上到这里。那今天的作业呢，是把今天的这个课文背下来，一定要好好学，好好背。然后呢，这个课文里面不是说阿里木跟姐姐经常一起做对话，一起做练习嘛？那同学们也要互相做对话经常做对话。或者说天天做对话，那你的这个口语表达能力就会慢慢提高。那今天我们的课就先上到这里，下一期再见。